Milliy sertifikat yozma ishlarida kelgan 42-savol. Xo'p, 42-savolda xrizantema o'simligida gullarning sariq rangda bo'lishi katta A geniga bog'liq. Oq rangda bo'lishi esa kichik A geniga bog'liq deyapti. Sariq gulli gamazigota xrizantema oq gulli gamazigota genotipli xrizantema o'simligi bilan chashtirildi va geterozigota sariq gulli xrizantema o'simligi olindi. Ushbu o'simlik eksperimental poliploidiya usuli bilan, ya'ni genlar orttirilishi, ya'ni poliploidiya degani genlarning karrali ortishi degani. Ya'ni 2n holatdan ularda olib kelyapti 6n holatgacha. Ya'ni 3 hissa ortib ketdi. Xo'p, endi heksaploid nav yaratilib, so'ng o'zaro changlantirildi. Ya'ni o'z-o'zidan changlatibdi demak va 98 mingta avlod olindi deyiladi. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, A topshiriqlarini bajaring degan. Bu yerda faqat A savolini chiqarib qo'ydim. Hosil bo'lgan avlod genotipik nisbatini aniqlang. Xo'p, genotipik nisbatini topishimiz kerak ekan. Bu birinchi navbatda genlarni belgilab olamiz. Demak, katta A geni sariq rangda yuzaga chiqaryapti. Kichik A geni esa oq. Bular o'zaro chashtirildi. Dastlab gamazigota organizmlar chashtirilyapti, geterozigota hosil bo'ladi. Buni aynan karrali orttirish natijasida hosil bo'lyapti mana shu organizmdan heksaploid nav. Endi buni o'z-o'zini changlatdi deyapti. Bu degani xuddi shunday genotipga chachtirdi deyapti. Xo'p, bulardan qanday gamet olinadi? Gamet olishning eng oson usuli Pascal uchburchagi degan narsa bor. Shu Pascal uchburchagi orqali gametalarni olamiz. Xo'p, Pascal uchburchagida dastlab o'rtaga 1 qo'yib olamiz. Mana 1. Bu 0 to'plamga ega bo'ladi. Xo'p, endi biz qanday to'plamga ega bo'lgan gameta olishimiz kerak? Bizda heksaploid 6n organizm bor. Endi ma'lumki, somatik hujaydagi xromosomalardan jinsiy hujaydagi xromosomalar 2 marta kamligi. Demak, gametalarimizni 2 marta kam deb hisoblasam, gametalarimiz 3n to'plamga ega bo'lishi kerak ekan. Biz demak buni 3n to'plamgacha olib borishimiz kerak Pascal uchburchagini. Demak 3n to'plamga bo'lsa, demak birinchisi mana 0 to'plam. Ikkinchisi bu yoqqa 1, bu yoqqa 1 chiqarib olamiz ikki yon tomoniga. Demak bu n to'plamga to'g'ri keladi. Keyingisi 2n to'plam. Yana 1 chiqaramiz ikki chekiga. O'rtaga esa mana bu ikkita 1 ni qo'shib yozamiz. Demak 2. Keyingisi bizga kerakli bo'lgan mana 3n to'plam. Yana chekiga 1 chiqaramiz ikki chekiga. O'rtaga demak mana 1 bilan 2 ni qo'shsam 3, 2 ga 1 ni qo'shsam 3. Demak 3n to'plamimda 1 3 3 1 chiqdi Pascal uchburchagi orqali. Endi buni gametalar soni deb hisoblamayman. Buni kvadratga oshirib olishimiz kerak. Ya'ni formula asosida kvadratga oshirib olamiz. Buni kvadratga qanday oshiramiz? Demak, 1 ning kvadrati, 3 ning kvadrati, 3 ning kvadrati, 1 ning kvadrati. Ya'ni Pascal uchburchagida chiqqan son doimiy ravishda kvadratga oshirilib, keyin gametalar soni deb hisoblanadi. Xo'p, endi 1 ning kvadrati demak 1, 3 ning kvadrati 9, yana 3 ning kvadrati 9, 1 ning kvadrati demak 1. Gametalar ketma-ketligi dominant genlarning kamayib borish tartibida ketadi. Demak, dastlab 3 ta dominant gen mana. Keyingisida 2 ta dominant gen, 1 ta retsessiv. Undan keyingisida 1 ta dominant, 2 ta retsessiv va oxirgisida 3 ta retsessiv gen bor. Hammasi 3n to'plam. Bu ham 3n to'plam, bu ham 3n to'plam, bu ham 3n, mana bu ham 3n to'plamga ega. Endi bularni jadvalga qo'yib olamiz. Ya'ni jadvalda demak yuqoriga qo'yapmiz. 3 ta katta A geniga, 2 ta katta, 1 ta kichik A. Bitta katta, 2 ta kichik A va oxirgisida faqatgina retsessivlarimiz. Xo'p, endi bu tomonga ham xuddi shu gametalar, chunki o'z-o'zidan changlantirildi. Shuning uchun bir xil gameta olinadi har ikkalasida ham. Endi gametalarning sonini qo'yib qo'yamiz. Demak, bundan bitta, bundan 9 ta, 9 ta, bitta. Bundan ham bitta, 9 ta, 9 ta, bitta. Xo'p, hosil bo'layotgan organizmlar genotipini yozadigan bo'lsak, demak har bir organizmning genotipini yozib chiqishimiz kerak. Birinchi organizmimiz topilyapti. Demak, bundan 3 ta dominant, bundan 3 ta dominant. Demak, hosil bo'ladi nechta? 6 ta dominant genga ega bo'lgan organizm chiqadi. Va bundan nechta chiqyapti? Bitta chiqyapti. Keyingisida 5 ta dominant genga ega bo'lgan va bitta retsessiv genga.
Bu 9 ta mana. Keyingisida 4 ta dominant, 2 ta retsessiv. Bundan ham 9 ta va oxirgisida 3 ta dominant, 3 ta retsessiv. Keyingi qatorga o'tamiz. 5 ta dominant, 1 ta retsessiv, 4 ta dominant, 2 ta retsessiv, 3 ta dominant, 3 ta retsessiv va oxirgi qatorimizda demak 2 ta dominant, 4 ta retsessiv genga ega bo'lgan chiqdi. Bularni ham sonini qo'yib qo'yamiz. Demak, buniki 9, buniki 81, buniki 81, buniki 9. Xo'p. Keyingi qatorga o'tamiz. Demak, 4 ta dominant bo'lib qolyapti, 2 ta retsessiv bo'lib qolyapti. Keyingisida 3 ta dominant, 2 ta retsessiv. Keyingisida 2 ta dominant, 4 ta retsessiv va oxirgisida 1 ta dominant, 5 ta retsessiv. Bularning ham soni demak 9, 81, 81, 9. Ya'ni bu raqamlar qaydan kelib chiqyapti? Kesishgan joyda raqamlarni ko'paytiryapmiz. Mana bunda 9, bunda ham 9. Shuning uchun 81 chiqyapti. Agar tushunmayotganlar bo'lsa. Xo'p, keyingisida demak 3 ta dominant, 3 ta retsessiv, demak 1. 2 ta dominant, 4 ta retsessiv, bitta sig'may qoldi. Retsessivlarimiz 2 ta dominant, retsessiv. Bundan 9 ta mana. 1 ta dominant, 5 ta retsessiv, bundan 9 ta va faqatgina retsessiv genga ega bo'lgan organizm. Va bundan bitta. Xo'p, endi A savolimizda berildi-ki, genotipik nisbatni aniqlang deyapti. Xo'p, qanday genotiplar hosil bo'ldi o'zi bizda? Genotiplarimiz, demak, 6 ta katta A geniga ega bo'lgan genotip hosil bo'ldi. Keyingisi 5 ta dominant, 5 ta dominant, bitta retsessiv geniga ega bo'lgan genotip hosil bo'ldi. 4 ta dominant, 2 ta retsessiv genotipi, 3 ta dominant, 3 ta retsessiv genotipi, 2 ta dominant, 4 ta retsessiv genotipi, 1 ta dominant, 5 ta retsessiv genotipi va oxirgisida 6 ta retsessiv genotipga ega bo'lgan, aynan ya'ni genga ega bo'lgan genotipik organizm hosil bo'ldi. Endi bularning sonini topib chiqamiz. Demak, birinchisi ketdi. 6 ta dominant genga ega bo'lgani bitta bo'ldi. 5 ta dominant, bitta retsessivlikda. 9 ta, 9 ta. Demak, 18 ta. 4 ta dominant, 2 ta retsessiv. 9 ta, 81 ta, 9 ta. Qo'shadigan bo'lsak 99 ta. 3 ta dominant, 3 ta retsessiv. Demon raqam qolib ketibdi. Bu bitta. Bitta, 81 ta, 81 ta, bitta qo'shsam 164 ta. Keyingisi 2 ta dominant, 4 ta retsessiv. Demak, 9 ta, 81 ta, 9 ta. Bu ham 99. Va oxirgisida bitta dominant va 5 ta retsessiv. Bundan 9 ta, 9 ta. Demak, 18 ta dominant genga ega bo'lgani tugadi. Endi faqat retsessiv genga ega bo'lgani bitta qoldi. Demak, genotipik nisbat hosil bo'lyaptiki 1, 18, 99, 164, 99, 18 va 1. Bu masalani ishlanishi va javobi, demak, javobimizda A savoliga javob chiqdi. Demak, genotipik nisbat 1, 18, 99, 164, 99, 18, 1. Endi savolda yana qo'shimchalar qilish mumkin. Fenotipik nisbatini toping yoki fenotipik sinflar yoki sariq gulli o'simliklar. Endi 98 mingta avlod olingan. Misol uchun, sariq gulli o'simliklar nechta deb so'rashi mumkin. Katta A geni boriki, sariq bo'laveradi. Bu degani bitta mana bu oxiridagi gamozigot retsessivdan tashqari hammasi sariq gulli bo'ladi. Chunki bitta gamozigot retsessivimiz bor. U oq gulli. Qolgan hammasi sariq gulli bo'ladi. Yoki so'rash mumkin, sariq gulga ega bo'lgan, misol uchun 4 ta dominant, 2 ta retsessiv genga ega bo'lganini nechta deb so'rash mumkin. Har xil holatda savollarni berishi mumkin.